O'rtoqlar, maskinayim tinmaydilar. Qanaqa vaqt dam oladilar bilmayman-u. Biz mana shu xonadonni kino syomka qildik. Yolg'on bo'lmasa bir 2 haftacha shu joylarda bo'ldik. Kino umuman tinmas ekanlar. Kunduzi uy ro'zg'orlari bilan bandlar, orada ishga borib keladilar. Undan ortib mol-hol, uydagi parrandalar hammasiga qarashga ulguradilar. Issiq somsalar pishirib, boshqa hovlilarida ishlayotgan ustalarga ham yetkazib beryaptilar-da. Farzandlariga juda ham ajoyib tarbiya berishgan. Meni xos qizlar menga issiq choy damlab keldi. Alloh rozi bo'lsin. Oddiy sharoitda yashashligi mumkin, lekin bularning qalbi juda ham boy. Haqiqiy baxtli oila. Xullas demoqchimanki, odamzod o'zida xohish bo'lsa, harakat bo'lsa, hammasiga ulgursa bo'lar ekan. Mana misol uchun hozir vaqt tez o'tyapti, ko'p narsaga ulgurmayapmiz deb gapiramiz-u, lekin o'zimiz harakat qilib, plan bilan ish tutsak, hammasiga ulgursa bo'lar ekan. O'zim bu narsani guvohi bo'ldim. Fikringlarni izohda kutib qolaman. Salomat bo'linglar.